Assalomu alaykum, hurmatli YouTube va Instagram kuzatuvchilari. Mana ko'pchiligi yozishgan ekan, magazinchimisiz, oldi-sotarmisiz deb yozishgan ekan. Yo'q, oldi-sotar emasmiz, magazinchi ham emasmiz. Biz ishlab chiqargan seximiz Andijon tumani Bo'taqiri qishlog'i, o'zimni uyimdan obzor qilib chiqaryapman. Mana hali ko'pchiligi 6 ta odam bitta bo'lib zakaz qildi Sirdaryoga. Bunaqa holatda akril tanlab olasiz dedim. Kimgadir bunaqa holatda, kimgadir bunaqa holatda akrillar tanlab berdi. Mana shularni qilib bersiz. Bularni endi hozir aytib boraman, qayerga ketayotganini. Xullas 1 2 3 4 5 va 6 ta zakaz va 7 ta zakaz bitta mahallaga borar ekan. Bitta odam gaplashdi, 7 ta o'sanglar dedim, arzonroq tushadi sho'piringlar dedim. 1,300,000 so'mga sho'pirni gaplashtirib berdik. O'zlari dogovor qildi, 1,300,000 ga olib borib tashlab beradigan bo'ldi. Birinchi aytaman, yaksara o'sha ko'rsatganlarim 1 2 3 4 bular nimaga eshiklari yo'q, boshqalari yo'q desanglar, bular endi Toshkentga zakaz. Bular ham ashi Yurpovoy zakaz qilishdi. Buni narxini 2,600,000 so'mga, 2,600,000 so'mga va bunoni tayligi tepasi kerak xolos degan edi. Bitta hisobladik, komplekt qilib, tepa bilan tayini bir xil hisoblab turib 1,800,000 so'mga jo'natib beradigan bo'ldi. Bitta odamga mana shu uka, menga tayin kerak emas, tepasini o'zi tayini ishlatmayman deganicha osma tariqasida bu ham Sirdaryoga 2,600,000 so'm, 2,600,000 so'm, 2,600,000 so'm va 2,600,000 so'm. Bunimiz endi ertaga Xudo xolasa ozgina ish qoldi. Buni Qoraqalpog'istonga chiqarib olamiz. Bu ham 2